Ukam menga muhabbatona somsalarini, allon filarini qayerdan kelish mumkin o'shalarni tushuntirib ber. Qarang, Sebzordan keladigan bo'lsangiz, Chiqatoy Korzinkadan shunda o'ngga burilamiz, to'g'riga yuramiz. Bir 500-800 metrdan keyin chap qo'lga shunda keladi o'zi. Hop, yana qatladan. Tinchlik perikroskadan keladigan bo'lsangiz, shunda Chiqatoydan chapga burilasiz. Chorsudan kelayotganingizda shunda perikroskadan to'g'riga o'tasiz. 500-800 metrdan keyin chap qo'lga keladi. Ogaja sizlarga bu yoqdan kelish noqulay bo'lsa ham orqa tarafimiz Go standart Akfamedline'dan kelsanglar ham bo'laveradi. Shunda Akfamedline'dan kelganingizda где-то bir 500 metr yurganingizdan keyin shunda o'ng qo'lda ketashgani muhabbatona somsaxona keladi. Ukam meni kirib oldim. Endi qisqacha menga sharoitni tushuntirib ber. Xudo xohlasa Gobotda hamma sharoitlarimiz bor. Katta zal bor, bemalol oilaviy kelib ham o'tirib yeb ketaverasiz. Amit menyu bor, saboga olib ketaman, mehmonga olib ketaman desangizdan hamma sharoitlarni qilib beramiz. Ichimlikka keladigan bo'lsa, tabiiy kompotlarimiz bor, ham xil soklarimiz bor keyin yana. Muhabbatona somsaxonasi sizlarni kutib qolamiz.